E'lon berishga Primoy egadan Gentra mashinasi kelgan. Mashinamiz narxi $10,000. Akamiz kommentariyaga sekinroq, to'liqroq obzor qilib bering degan ekanlar. Talablariga binoan birgalikda obzor qilamiz. Amerikanka farasi bor mashinamizga. 3 kun oldin yangi balon qo'yib qo'ygan ekanlar, yumshoqidan. Salon holatlarini ko'ramiz. Mashinamiz probeglari 139 ming, salon asoshinali qilib qo'yilgan. Monitori bor, video registrator, mejigari pultlari, Malibu rul, bar, elektronli rushnoylari hammasi ishlayapti. PRND yozuvlari ham mashina yaxshi qaragan ekanlar. Salon holatlari. Qimmat chexollar ham to'qib qo'yilgan ekan. Yoqilg'ilari metan gaz, evakor poliglada. Kraskalari toza mashinamizda. Orqa tarafdan ko'rinishlari, optra stoplarda. Bagajda gazlari bor. 2018-yil avtomat korobka, kraskasi yo'q, hamma narsasi bor. Navorot ham qilib qo'yilgan. Narxi $10,000. Naqdga 1-2 qism savdosi bor. Avtokreditga keladigan bo'lsak, bu mashinaga bir 50 million, 60 millionlargacha pul yetsa bo'ladi. Qolgani qo'lga naqd beriladi. Video davomida uni ham qo'yib qo'yamiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangizlar, shu egadan keladigan tayyor holatdagi ideal mashinalarni qo'yib boraveramiz. Bulardan tashqari ham qo'limizda variantlar bor. Kelib ko'rib bemalol tanlab olsangizlar bo'ladi.